Hoppa. Tosh turib qoldi. Boshqatdan tashiyman. Boshqatdan. Yo. Boshqatdan qara. Xormaylar. Assalomu alaykum. Akalar, yaxshimisizlar? Shodmonjon, yaxshimisan? Shodmonbek, ishlar yaxshimi? Ha. Cho'poy qilamiz. Xo'p, mayli. Bu Shodmonni o'zini mashinasimi? Ha, o'ziniki. Bir oy bo'ldi, Moskvadan keldi. Kelishi bilan mashina oldi. Moskvada ishlab keldimi? Ha. Yutqizdingiz. Bare, undan ko'ra tirikchilik qilganim yaxshi. Qanaqa Moskva? Qanaqa Moskva? Abba. Bolalaringizni bo'yi yetib turibdi. Katta qizingizga sovchilar kelyapti. Ertangi to'y qilamiz deb turibdi. Bo'ldi. Jim, o'chirib o'zingni. Mana shu turgan joyingga katta qilib garaj quramiz. Garajni ham haligi Nexia so'qatiga yo'g'i. Nexiamish. Shodmonda Nexia bo'lsa, Captivaga garaj quramiz. Captivaga. Tushundingizmi? Moskvada nima bor? Moskvada nima bor, a? Mana shu hovlilar kimga qoladi? Mana bu yerlar, mana bu bog'lar kimga qoladi? Anu mollarga kim qaraydi? Bo'ldi, oyi. Gilosingni mevasini bozorda sotsang, bitta Nexia'ni puli chiqadi-ya, bolam. Bo'ldi, oyijon. Onajon, mana shu uyiz ichi ildiz bilan sug'urib tashab, 2 qavat yo'g'i 4 qavat qilib qurib beramiz. Kerak bo'lsa, lift bilan qurib beraman, onajon. Dang'illama to'y qilamiz. Yo'q, bu yerda qilmaymiz, qishloqda qilmaymiz. Toshkentda qilamiz. Toshkentda to'y qilamiz. Ha, Yulduz Usmonovani ham chaqiramiz. Zo'r etadi. Kelib tejriba beradi.
hikoyalarimiz uchun mening yorim Moskovdagi keti nomli taronani e'tiboringizga havola etaman. Keldingizmi? Kremlni boshqatdan qurib berdik oyijon. Ey xudoga shukr ey bolam. Ondan ol. Nonmi? Sog'lig'imda o'zi nonni. Oyi, Moskva bo'lmadi. Endi Janubiy Koreyaga ketaman oyi.